Endi o'rtoqlar maqsadga muvofiq bo'libdi. Yo, bu yoqqa qaramanglar. Mana bu yoqqa qaranglar. 60 qo'yib qo'yibdi chegaralangan tezlik. Oldingi videoyimni o'sha tadbirkor ko'rganmi deyman. O, naroda radar bor, yana svetofor bir narsa qo'ymoqchi. Xullas aytmoqchi bo'lganim, chegaralangan tezlik belgisi qo'yilgan, lekinda nega 60 degan belgi qo'yib qo'ygan? Bilmadim. Bu yerda aholi bo'lmasa, faqat prom zona ishlab chiqarish zonasi bo'lsa. Shuni biladiganlar bormi? Nimaga bu yoqqa ishlab chiqarish zonasiga 60 chegaralangan tezlik qo'yib qo'ygan? Shunga hayronman. O'sha meni videoyimdan keyin menimcha o'sha belgini qo'ygan, o'sha hurmatli tadbirkor ko'rgan bo'lishi mumkin. Xullas yaxshi, rahmat belgi qo'ygani uchun. Haydovchilarni ogohlantiruvchi belgi bor. Hushyor bo'lib harakatlanaveradi. Sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yamiz, layklarni bosib tashlaymiz.